Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Videomizni tomosha qilayotgan aziz vatandoshlar, darvozamizni ustunovka qilib o'rnashtirib bo'ldik. Furqat tumani Ayritom qishlog'iga o'rnashtirdik. Ulug'bek aka xonadonlariga 1 kvadratni 1.100.000 mingdan hamma yo'g'ini qalin qilib olib kelib ustunovka qilib o'rnashtirib berdik. Mana ichi yo'tashi hammasi korobkalarimiz 8 ga 4 bo'ldi. Baquvvat bo'lsin degandi, mana baquvvat qildik. 1 kvadrati 1.100.000 mingdan ustunovka qilib o'rnashtirib berdik. Narxi 18.400.000 so'm. Darvozamiz razmeriga kelsak, eni 4.60, bo'yi 3.65. Stoykalarimiz 8 ga 8, 2,5lik stenkali bu, tepalari ham 8 ga 8, 2,5 taglashi shivler. Hammasi xudo xolasa qalin materiallardan qilindi. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Telefon raqamlarimiz 99lik 993 93 73 91lik 203 3209. Bemalol telefon qilib zakaz berishlar mumkin. Kimga shunaqa baquvvat darvoza kerak bo'lsa, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Salomat bo'lasizlar.